Salom do'stlar, Bobur Abdulazizov kecha tunda Instagramdagi jonli efir orqali muxlislariga muhim bayonotlar bilan chiqdi. Nima ma'nosi? Bitta porajeniyani yopgandan keyin revanch bo'ladi. Обязательно revanch bo'ladi. Revanchda men buni shunaqa qilaman buni. Chunki bu tovar pizza bo'ldi-da. Chunki hurmat qo'lini cho'zganda bo'ydan oldin cho'ziladi hurmat qo'l. Deb qilganda bitta berib proxodga kirib oldi. Men undan ham kutmadim umuman вообще. O'zining hali ham katta janglar uchun tayyor ekanini va faoliyatida eng asosiy maqsadlari sari qat'iy harakat qilayotganini ta'kidladi. Jonli efir davomida Bobur ko'pchilik kutayotgan qozog'istonlik jangchi bilan revanch jangi bu albatta bo'lishini aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu to'qnashuv oldidan yana bitta katta jang o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu esa sportchining revanchga yanada kuchli va puxta tayyorgarlik bilan chiqishini maqsad qilganini ko'rsatmoqda. Shuningdek, Bobur Abdulazizov bu yil oldiga qo'ygan eng katta maqsadlardan birini ham ochiqladi. U yil yakuniga qadar oktagon kamarini qo'lga kiritishni asosiy maqsad qilib olganini bildirib, buning uchun bor kuchi va mehnatini safarbar qilishini aytdi. Muxlislar esa ushbu bayonotlardan so'ng yaqin orada Boburning yana katta janglarda oktagonga chiqishini intiqlik bilan kutishmoqda. Yo'q, oktagonni tark etmayman, qilgan ishlarim juda ko'p. Shu bu yil xudo xolasa oktagon kamarni olamiz. Yil oxiriga xudo xolasa. Assalomu alaykum, aka, qalaysiz, yaxshimisiz? Nima gaplar? Alaykum assalom, Nodirbek, yaxshimisiz? Charcham, ishlar yaxshimi-ku? Aka, lekin do'stlar, rahmat. Ko'z shu bo'yda bo'ldi-da. Ikkida bo'ldi. Unaqa. Ketma-ket bir oy, 2 oy bo'lsa, Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Senga bayonot inshaalloh. Rahmat katta shu. Yo'q, 13 kali raqib aniq bo'lmadi hali. Endi bo'ladi xudo xolasa. Yazini bosishga rahmat. Aynan. Lebboyni chiqaradi endi. Da kamarni olmaganimga dor. Lebboyni. Bo'ladi revanch xudo xolasa. Hammaga abdushi rahmat, bardosh uchun, yaxshi gaplar uchun, yaxshi tilaklar uchun abdushi rahmat hammaga. Assalomu alaykum hammaga. Abdushi yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Shunaqa tinch bo'lsin yurtimiz har doim. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat katta.